Shu bola maktabda o'qib yurgan paytda marmelad sotishni boshlagan edi. Hozirgi vaqtda uning kompaniyasi 1 yilda 500 million rubl daromad qiladi. Va u bu uchun marketingga bir tiyin ham ishlatmagan. Gap Grigoriy Solovyov haqida ketyapti. U oddiy maktab o'quvchisi bo'lib turib, marmeladlarni 500 grammlik paketiklarga joylashtirgan va o'zini sinfdoshlariga sotishni boshlagan. O'sha paytda bitta paketikning narxi 350 rubl turardi. Endi eng qizig'i, u resurslarni ko'proq mahsulotga emas, ko'proq kontentga sarflagan. O'sha paytda Dota bo'yicha juda ham mashhur streamer bo'lardi va u o'zini marmeladining nomini unikiga o'xshatib Marmeladich deb qo'ygan. Videolar millionlab prosmotr yig'di. Uning kompaniyasining Instagram akkaunti juda ham tez 100 mingta obunachidan ko'payib ketib qoldi. Daromadi bo'lsa boshida 22 million, undan keyin 224 million va hozir yiliga 500 million rubl daromad qilyapti. Hammasi shunchaki kulguli video va marketplace'larning hisobiga bo'ldi. Endi eng qizig'i, uni mahsuloti ishlab chiqarishda qiyin emas. Oddiy marmelad. Lekin u tushungan narsa bitta. Mahsulotni emas, atrofidagi kontent va hissiyot sotish kerak. Odamlar marmeladni emas, o'sha kayfiyatni sotib olishadi. Agar siz ham o'zingizni biznesingizni shunaqa tizim bilan o'stirmoqchi bo'lsangiz, mana sahifamga obuna bo'lib qo'ying.